Agar inson o'zini sevsa, ko'chadan mehr izlamaydi. Chunki u o'zini sevgandan keyin bizlarga ustozimiz aytardilar, agar sen o'zingni sevsang, birinchi kimnidir sevgan paytingizda qanaqa bo'lasiz? Emotsiyalaringiz qanaqa bo'ladi? Uni ko'rsangiz, uni ko'rmagan vaqtingizda qiynalib, uni ko'rgingiz kelaveradi-ku. Agar inson o'zini sevsa, ana shu holatdan 10 barobar baxtli bo'lar ekan. Lekin afsuski o'zini sevishga ko'p kishi o'ylaydi, zo'r kiyinyapman, yeyapman, ko'chada yuribman, qizlar bilan yuribman, yoki o'g'illar bilan yuribman, men o'zimni sevganim uchun mana shu holatda yuribman deb o'ylashadi-da. Afsuski bu o'zini sevishga kirmaydi. O'zini sevish degani bu boshqa bir tema. Aytib berishga harakat qilaman. Keling, hozir qisqagina aytaman. O'zini sevish degani bu atrofingizdagi insonlarni sizga bo'lgan munosabati yoki qanaqadir kiyim-kechaklar, qanaqadir mazali ovqatlar sizni bu darajada sevintirib qo'ymaydi. O'zini sevgan inson kimdandir xafa bo'lmaydi yoki kimnidir xafa qilmaydi. Chunki biladiki, u inson qalb Allohniki. Har bir narsa xafa bo'ldingizmi, xafa qildingizmi yoki nimadandir xursand bo'ldingizmi, bularning hammasi qalbga borib taqaladi. Shuning uchun ham o'zini sevish deb islomda ham, psixologiyada ham doim aytadi,